ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda UzReport TV taqdim etadi. Ezgulik, yaxshilik, xayr, saxovat va ibodat oyi Ramazon. Bu oy barcha musulmonlar uchun ma'naviy poklanish va asrlar davomida shakllangan qadriyatlarimizga intilish oyidir. Xush kelding, oylarning sultoni. Ramazonning duolar mustajob bo'ladigan saharlik va iftorlik onlarida muborak oy suhbatlari ko'rsatuvi. Har kuni jonli efirda ma'rifiy suhbatlar va ilmiy savol-javoblardan bahra oling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram tomoshabinlar, qadrli loyihamiz muxlislari. Muborak oy suhbatlari ko'rsatuvining navbatdagi sonida xonadoningizda mehmon bo'lib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Alloh hammamizga Ramazonning yana bir kunini muborak va qutlug' qilgan bo'lsin. Studiyamizning aziz mehmoni bilan tanishtirsam, O'zbekiston musulmonlar idorasi raisining birinchi o'rinbosari Humadjon domla Eshmatbekov bugun yana mehmonimizlar. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz studiyamizga. Ramazonning yana bir kunini sizga ham muborak qilsin Alloh. Va avvalo dasturimiz avvalda aytib o'tmoqchiman. Mana shu ortda qolgan kunlar davomida Ramazonimizni yanada bir fayzli, manfaatli o'tishi uchun hissa qo'shayotganingizga rahmat deymiz. Mavzularimizdan birida Ramazon ilm ma'rifat oyi deb aynan mana shu mavzuda suhbatlashgandik. Endi turli xil mavzularni tanlayapmiz. Maqsadimiz shu ilm bo'lib qolsin. Shu Ramazondan unumli foydalanib qolaylik deb. Bugun ham bir mavzuda suhbatlashsak degandim. Ya'ni oila mavzusida. Bu dinimizda, shariatimizda o'ta muhim mavzulardan biri. Ko'plab savollar mana shu mavzuga oid fatvo markaziga ham murojaat qilishadi. Shuning uchun oila tushunchasi, yaxshi oila va albatta shu oilaviy ba'zi bir nizolarni ham tilga olib o'tsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolarimiz, payg'ambarimizga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Albatta oila masalasi doim muhim masala. Oila mavzusi dinimizda juda ham yuqori o'ringa qo'yilgan. Buni biz mana Qur'oni Karimdan bilamiz. Alloh taolo oila, er-xotinchilik, nikoh va mana shu oilada farzand tarbiyasi va boshqa umuman insonning hayoti kechadigan mana shu oila haqida juda ham keng yoritgan. Qur'oni Karimda bu mavzu juda ham keng o'rin olganligini biz ko'ramiz. Qur'oni Karimda zikr qilingan payg'ambarlarning hayotlaridagi ba'zi bir oilaviy muammolari, oilaviy nizolar, oilaviy masalalar, er-xotinlar o'rtasidagi payg'ambarlarning o'z ahli oilasi bilan, farzandlari bilan bo'lgan mavzularni ham yoritib ketishligi ham bu o'sha oilaga payg'ambarlar ham hayot kechirgan, oilaviy hayot kechirganligi, ularning hayotida ham bu muhim o'rin tutganligini ifodalaydi. Shuning uchun mana bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu mavzuga juda ham qayta murojaat qilganlar. Ko'p hadislari mana shu oila haqida, oilani naqadar muqaddasligi, umuman nikohdan boshlab nikohni sunnat ekanligi alohida uni ta'kidlaganlar, meni sunnatimdir deb. Va oilaviy ishlarda ahli oilaga bo'lgan munosabatda qanchalik bir adolatlik, yaxshi bo'lishligi haqida juda ham qayg'urib gapirganlar. Ayniqsa oila boshlig'i bo'lgan erkaklarga qayta bu masalada tavsiyalar berganlar. Ayollarga zulm qilmanglar.
Alloh taoloni oldida ertaga mas'ul bo'lasizlar. Mhm. Sizlarni xuddi ularni ustida haqinglar bo'lgandek, ayolinglarni ham sizlarda haqqi bor, buni unutmanglar degan tavsiyalarni qayta berganliklari mana ko'plab hadislarda bayon qilingan. Ayniqsa mana shu nikoh, oila mavzulari alohida bir boblarga ajratib bayon qilinganligidan biz ko'ramizki, demak oila masalasi juda ham muhim, juda ham e'tiborli masala qatorida qo'yiladi. Insonning hayotida ham xuddi shunday. Insonning har birimizni hayotimizda ham oila biz uchun juda ham muqaddas, juda ham e'tiborli. Uni sha'ni, uni obro'sini asrash, avaylash, chunki bu bir o'sha oila a'zolarini qandaydir obro'siga taalluqli ishlarda. Oilani tinchligi, totuvligi bu jamiyatdagi shu oilani a'zolariga bo'lgan hurmat, e'tiborni shakllantirsa, orttirsa, oiladagi notinchlik, oilani nobobligi aynan shu oila a'zolarini jamiyatdagi qaysidir ma'noda obro' e'tiboriga salbiy ta'sir qilganligini ham mana hayot o'zi ham ko'rsatib turibdi. Shuning uchun oila masalasi demak birinchi masalalar qatoriga qo'yiladi. Umuman oila deganda shu narsa borki, mana Qur'oni Karimda alohida bir oila to'g'risida ham nomlangan sura borda. Oli Imron deyiladi. Imronning oilasi deb nomlanadi. Ya'ni Alloh taolo bizga shu bir tabarruk, muborak oila haqida bir qisqacha hikoya qilishligi bilan shu sura o'sha oilaning nomi bilan atalib qoldi. Demak, Qur'oni Karimda ham shu oila yoki Qur'oni Karimni suralarini qatorida ham shu oilaga taalluqli bir nom bor ekan, mavzu bor ekan deyishligini o'zi ham bu bir dinimizni oilaga juda naqadar katta e'tibor berganligidan. Endi biz oilani shunday tasavvur qilishimiz kerakki, bir inson shu oilada dunyoga keladi, shu oilada katta bo'ladi, shakllanadi, o'sadi, ulg'ayadi. Demak, shu bir insonni shakllanishidagi, uni uchun o'shani shakllanishidagi asosiy o'rin tutadigan bir makon deyishimiz kerakda. Har bir inson oilada dunyoga kelgandan keyin demak mana shu oila muhiti uning uchun eng birinchi shakllanishidagi, uni ma'naviy tomondan, axloqiy tomondan shakllanishidagi eng birinchi o'rin tutadigan joy. Mana shuning uchun demak oilani avvalo o'sha oila a'zolarini, shu oilaning nima ekanligini, buni naqadar muhim, muqaddas ekanligini anglaydigan qilib ularga shu tushunchani berish kerak bo'ladi. Dinimiz o'sha oila qurishga targ'ib qilish bilan bir qatorda shu oilani muqaddas ekanligini, oilani ichidagi er-xotinchilik huquqlari naqadar yuksak ekanligi, bu hattoki agar shularni er-xotin oilada yoki ota-ona oilani shu boshlig'i ota-ona farzandlariga o'rtadagi munosabatlarni risoladagidek ado etsa, bu hattoki ibodat darajasida ularga ajr savob berishligi bilan bayon qilganda. Mana bu jihatlari shu oilaviy hayot yoki oila tutishlik ham bir ibodatning bitta ko'rinishi degan tushunchani paydo qiladi. Demak, inson oilasiga shunaqa munosabatda bo'lish kerak ekan. Insonni hayotida shu oila muhim o'rin tutar ekan. Bundagi har bir oila uchun qilingan amal ham, xizmat ham, u yerdagi kechgan hattoki umr ham bir inson uchun juda muhim o'rin tutadigan davr hisoblanadi. Shuning uchun mana oilaga tayyorlash deymiz. Farzandlar, o'g'il, qiz katta bo'lgandan keyin ularni oilali qilishga ota-ona taraddudiga tushadi, harakatiga tushadi. Albatta u nafaqat bir ikkita yoshni boshini qovushtirib qo'yishlik, qani to'y qilib odamlarga osh berib yoki e'lon qilib qo'yishlik emas, balki bularni shu hayotda, shu oilada mustahkam bo'lib, demak mustahkam
rishta bilan oilani davom ettirishligi, toki shu hayoti to umrining oxirigacha mana shu oilada o'tsin degan maqsad bo'lar ekan, shunga tayyorlash kerak. Buning uchun esa dinimiz bizga yetarlik ta'limotni bergan. Oilani qachondan qanday quradi-yu, nima bilan boshlanadi-yu ibtidosi, uning jarayonlari qanday ketishi kerak, oilaning ichidagi oila a'zolarining o'rtasidagi har biriga bo'lgan munosabat, er, xotin, ota, ona, farzand, u yerdagi oiladagi tug'ilgan aka uka, opa singil, jigarlar, to'g'rimi? Hattoki nafaqat ularni hayotidagi tiriklik vaqtidagi, balki vafot etgandan keyingi meros masalalari ham shu oilaga taalluqli masalada. Bitta oilaning ichidagi insonlarga taalluqli bo'lgan masalalar, ya'ni ham dunyo, ham hayotlik, ham tiriklikdan keyin, ham vafot etgandan keyingi bo'lgangacha davrda nimalarga e'tibor berish kerak, qanday masalalar bor bularga taalluqli bo'lgan, hammasini demak dinimizda bayon qilib berilgan. Mana shularni o'zi ham ko'rsatadiki, demak oila masalasi dinimizda yuksak o'ringa qo'yilgan. Alloh taolo mana shu oilani asosiy tashkilotchilari deymizmi, a'zolari deymizmi, o'sha er xotindan boshlanadi. Shu bilan oila bo'ldimi? Ana ular keyin farzandli bo'lgandan keyin ota-onaga aylanadi. Nabirali bo'lgandan keyin buviga aylanadi. To'g'rimi? Bu silsila to'xtovsiz davom etib ketaveradi. Bu qanchalik mana shu silsila davom etsa, ya'ni shu oilani a'zolari har tomonlama kengaysa, u yertaga borib quda anda bo'lishlik ham shu oilani bir qaysidir rishtasiga aylanib qoladi. Chunki dinimizda nafaqat nasl orqali, balki qudachilik orqali ham demak shu qarindoshchilik yoki bir-biriga hattoki yaqinlik, silay rahm deydi. Mana bu qarindoshchilik orqali ham o'sha mahramlik masalalari sobit bo'lishligi, hattoki emizishlik, emakdoshlik orqali ham shunga ota-ona bo'lib qolishligi yoki farzand bo'lib qolishligi va uningga o'sha ota-onani yoki emgan bolaning qarindoshlarini qay darajada bular bilan yana yaqin bo'lib qolishligi masalalari bayon qilinganki, bu qanchalik keng bo'lsa, yaxshi shaklda ketaversa, nur ustiga a'lo nur. Har bittasini haq huquqi bor, boshqa bor. Lekin boshqa bir tomoni borki, shu rishta, o'sha oilani asosiy tashkil qiluvchi er xotinning o'rtasidagi nizo, kelishmovchilik, o'rtadagi o'sha oxir oqibat borib ajralish masalalari, buni ham shariatimiz misol uchun ko'rsatib bergan. O'zi oilani tuzilishidan boshlab to buzilishigacha bo'lgan masalalarni ipidan ignasigacha degandek hech qayeri e'tibordan chetda qolmagan. Lekin shu narsalarga bizni qay darajada amal qilishligimiz, qay darajada shuni qabul qilishimiz, uni rioyasini amalga oshirishligimiz masalasi bizga qolgan. Ko'pda mana shu oilani yuqorida aytganimizdek muqaddasligi, bu hattoki kerak bo'lsa mana Alloh taolo ilohiy ta'limot, Alloh taoloning buyrug'i. Demak, oila qurib yashashlik bu ilohiy intizom ekanligini bu hamma inson buni e'tirof etadi, tan oladi. Uni nafaqat musulmon, g'ayri din ham oila qurib yashaydi. O'zini asosiy hayotini, asosiy ajralmas qismi sifatida ko'radi. Oila qurishligi, farzandlik bo'lishlik bu inson uchun juda ham hayotini asosiy qismi sifatida qabul qilinadigan holat. Endi shunday ekan, buni asrab avaylab bilishlikni ham uni inson uddalash kerak. Ya'ni buni qanchalik mas'uliyatlik, bu oson ish emas. To'g'rimi? Bu oilada tinch, totuv yashash, er xotin ahil inoq bo'lishligi qaysidir ma'noda ularga mas'uliyat bilan bir qatorda sabr, qanoat, murosa degan narsalarni ham yuklaydi. Alloh taolo bu borada ham yetarlik bizga yo'l yo'riq ko'rsatganda, misol uchun ba'zi bir holatda keladigan kelishmovchiliklar, paydo bo'ladigan kelishmovchiliklar, er xotinning o'rtasidagi nizolar masalalarda ham Alloh taolo mana Qur'oni Karimda va'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallohu fihi khayran kaseera deb erkaklarga, xossatan erkaklar deganimizda ko'proq biz oila boshlig'i
deb bilamiz deb bizni musulmonchilikda demak oila boshlig'i sifatida, chunki har bir jamiyatda bir rahbar bo'lishi kerak. Demak shu oila ham kichkinagina bir jamiyat. Uni rahbari albatta shunga munosib bo'lgan, loyiq bo'lgan, balki Alloh taolo tomonidan belgilab berilgan erkak deb bilamiz. Shuning uchun Alloh taolo ko'pincha Qur'oni Karimda shu erkaklarga xitob qiladida, oilani ayniqsa mana shunaqa kelishmovchilik joylarida yo'l yo'riq ko'rsatishda ko'proq erkak tomonga ozgina og'ir, bosiq, vazmin bo'lishlikka, yengil bo'lmaslikka, ayolni shunaqa bir unga nima deydi, bog'liq ekanligi, ayol uning uchun bir omonat ekanligini eslatishlik bilan, o'zini uyidan bu erini uyiga o'zini fido qilib kelganligini eslatish bilan, o'zini lafzi haloli bilan unga o'zini halollab berganligini eslatish bilan erkakni mana shu tomonlarni, ayolni shu tomonlarni inobatga olib, unga nisbatan bir og'ir vazminlik bilan, juda ham unga zulm, zahmat qilmasdan, unga og'irlik keltirmasdan murosai madora qilib yashashlikka Alloh taolo aynan erkaklarga buyurgan. Hozirgi aytilgan oyatda ham va ashiruhunna bil ma'ruf deb ayollar bilan deyapti. Ayollaringiz bilan, ahli oilangiz bilan bir ma'ruf tarzda muosharat qiling, hayot kechiring. Ma'ruf nima desa, demak o'sha ma'ruf deganda Alloh taolo o'zingizlarda ma'lum bo'lgan, o'zingizlarni o'sha qavm qarindoshingiz, atrofdagi odamlarning orasida urf bo'lgan tarzda ular bilan muosharat qiling deyapti. Birovdan ustun, birovdan o'zgacha, birovdan quyi, yoki boshqalardan farqli o'laroq xotinga zulm, jabr, sitam qilmagan holatda, balki yaxshilik bilan, ma'ruf yo'l bilan ular bilan muosharat qiling. Agarki shunday holatda ham siz unga nisbatan qanchalik murosa qilib, ayol tomonga yon bosib qilsangiz ham, lekin undagi o'sha kamchilik yo'qolmaydigan bo'lsa, siz yoqtirmaydigan tomonlari bo'lsa, shoyatki Alloh taolo shu qilayotgan, unga qilayotgan muruvvatingiz, yaxshiligingiz yoki murosangiz tufayli sizga ko'p yaxshiliklarni shu ayolingizdan kelajakda chiqarib bersa degan bir yupanch deymizmi, demak o'shani qalbiga bir umid paydo qilishlik bilan mana shunaqa ta'limotlarni Alloh aynan asosan oila rahbari bo'lgan erkaklarga buyuradi. Chunki oilani o'sha tutib turishlikda ko'proq erkakni o'rni borda. Erkakni vazminligi, og'irligi, bosiqligi uncha-munchaga ayoldagi kamchilikni darrov bo'rttirmasdan, o'sha kamchiligini yuziga solmasdan, yoki hech o'sha kamchiligini qandaydir bir ko'z yumib shuni ketishlikka ko'proq erkaklarda shularda sabr, qanoat bo'lganligi uchun ham demak oilalar mustahkam bo'lishligi, tinch totuv bo'lishligi bor. Ayollar esa ko'proq jizzaki bo'lishi mumkin, besabr bo'lishi mumkin. Uncha-muncha oiladagi qaysidir yetishmovchilik, kamchiliklarni darrov erining yuziga solishi mumkin. Bu ayollarning o'zining tabiatida bor. Demak, bu yerdan ko'rinadiki, ko'proq ayollarda shunaqa haligi birdaniga jahli chiqib ketib qolsa, biror bir narsa yetishmovlik bo'lib qolsa yoki biror bir aytilgan narsa olib bermay qoladigan bo'lsa, darrov o'zini norizo ekanligini izhor qilib yuborishligi, albatta qaysidir ma'noda erini g'azabini keltiradigan gaplarni gapirib qo'yishligi bu tabiatida bor. Ana shuning uchun Alloh taolo erkaklarga ko'proq bu narsalarga e'tibor bermaslikka, bu aslida zaifaligidan, ojizaligidan yoki shu erini qaramog'ida bo'lganligidan beixtiyor gapirib yuboradigan gaplar. Buning uchun erkaklar darg'azab bo'lib darrov mana shu gapirgan gapi uchun unga javob qaytarmaslik, balki bunga og'irlik, vazminlik qilishligini tavsiyasini Alloh bergan va ketida ajabmas sizlarga mana shu ayolingizdan boshqa yaxshiliklarni chiqarib bersa degan bir yupanchlarni berishligi. Shuning uchun ana shu ma'noda demak oilani ko'proq tinchligi, totuvligi erkaklarga bog'liq deymiz. Ikkinchi ma'noda albatta ayol ham shu oilani teng sherigi, teng u yerda huquqqa ega bo'lgan, shu bilan bir qatorda majburiyati bor bo'lgan shu oilaning teng huquqli a'zosi hisoblanadi. Uni ham zimmasida shu oilaning tinchligi, totuvligi uchun mas'uliyatlar yuklatilgan. Ya'ni bu
ayol kishi oilada janjal qilaversa bo'laverar ekan, erkak kishi buni ko'tarish kerak ekan degan narsa emas. Balki o'sha nohaqligi, eriga noto'g'ri talab qo'yishligi, eridan oshiqcha undan nafaqa hattoki so'rashligi, eri toqati yetmaydigan narsalarga buyurishligidan dinimiz qaytargan. Ya'ni ayollar ham mana shu oilani tinchligi, totuvligi uchun qaysidir darajada ular ham javobgar, mas'ul. Shuning uchun ham mana boyiga eslagan hadisimizda ham ularni bir ogohlantirish ma'nosida ertaga Alloh taolaning shunday bir sizlarga nisbatan ayol eringlar uchun qilgan nohaqliginglar tufayli mana shunday azoblarga mubtalo bo'lib qolmanglar degan bu yerda ogohlantirish ketyapti. Mana shuning uchun demak bu oila ikki tomondan, er tomonidan ham, ayol tomonidan ham demak rioya qilib oilani tutib borishligi uchun zimmalarda yetarli mas'uliyatlarni dinimiz yuklagan. Hozirgi kunda mana holatimizga qaraydigan bo'lsak, keyingi paytlarda oilaviy nizolarni ko'payayotganligini ko'ryapmiz yoki bo'lmasam ajrimlar soni ortib borayotganligini ko'ryapmiz. Mana shularning ichiga kirib ko'rsak, nimaga ajrim bo'lyapti? Sababi nima desangiz, juda ham oddiy narsalar. Maishiy yetishmovchilik, er xotindan chiqqan yoki u tomondan yo bu tomondan chiqqan bir ozgina gap so'z, shuni ko'tara olmasligi, yo shuni bo'rttirishligi va eng yomoni bu yerda ko'proq shu ota-onalar o'zlari sababchi bo'lib qolayotganligi. O'sha qiz tomon yoki kuyov tomon kelinga nisbatan o'sha uydagi qaynota, qaynanalarning ta'siridan tupa-tuzuk yashab turgan oilalar buzilib ketyapti. Aslida Alloh buyurgan bu er xotinchilik rishtasi juda ham mustahkam. Mifaqon g'alizon deydi. Bu er bilan xotinning o'rtasidagi boylashgan ahdnomasi, ahdlashgani juda ham mustahkam deb ta'riflaydi-da. Mana shu mustahkam haligi ahdnomani buzib yuborayotgan narsalarni ko'rsangiz juda ham bir arzimas, maishiy. Ertaga vaqt o'tgandan keyin balki buni afsus nadomat qilishar, balki buni afsusdan keyin to'g'rilab bo'lmaydigan, joyiga tushmaydigan, ayniqsa bir necha yil yashagan o'rtada farzandlar dunyoga kelgandan keyin bu nizolar kelib chiqib, ajrimlar bo'lsa o'rtada shu farzandlarni arosatda qolishligi, to'la to'kis otalik, onalik tarbiya topgan qayerda-ku to'la to'kis bo'lmagan, vaholanki otasi, onasi tirik, lekin birga yashamaganligidan, baravariga farzandga tarbiya bermaganligidan keyin qancha farzandlarni ta'lim tarbiyasida yetishmovchilik. Mana bu masalalar demak butun jamiyatga uni agar salbiy tomoni bo'ladigan bo'lsa, jamiyatga uradigan ishlarda. Shuning uchun bizni dinimiz ko'proq nikohga, oilaga e'tibor berishligini, buyurishligini sababi shu jamiyatni tinch, totuv bo'lishligi. Oilani ajrim bo'lishligiga qarshi bo'lishligi. To'g'ri shunda aytishimiz mumkinki, islom dini oilaga ajrim bo'lishiga qarshi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom mana hadislarni agar oila to'g'risida gapiradigan bo'lsak, har qanaqa holatda ham oilani ajramaslikka chaqirganlar. Saqlab qolish. Har ikki tomonni ham, ayollarni ham, erkaklarni ham o'sha oiladagi uchraydigan kamchilik yoki er xotin tomonidan sodir bo'ladigan kamchiliklarda unga sabr va matonat, kelishuv bilan, murosa bilan yashab qolishlikka chaqirilgan. Balki o'zlari agar buni eplay olmasalar, atrofdagi odamlarni, er xotin tomondagi quda andalar, ular tomondagi o'sha islohotchilarni, isloh qiladigan, kelishtiradigan, yarashtiradiganlarni jalb qilgan holatda bu oilani saqlab qolishga dinimiz buyurgan. Mana hozir bizda ham yarashtiruv komissiyalari bor-ku mahallalarda. To'g'rimi? Imomlar u yerda ishtirok etishadi, o'sha muammolarni o'rganishadi, kerak joyda ularga pand nasihat qilishadi, ularni masalalarni o'rganib, albatta aksariyatida ko'ramizki, shu bular ajrashadigan emas. Bularni ajralishligiga ko'tarayotgan bahonasi unaqa aytarlik emas. Bularni isloh qilsa bo'ladi. Shunga kelishtirish kerak degan xulosalarni berayotganligidan ko'ryapmizki, keyingi paytdagi ajrimlar ana shunday u oila sha'niga yoki o'sha er xotinning o'rtasidagi o'sha rishtani buzilishligiga loyiq bo'lmagan, arzimaydigan ishlar bilan ketyapti. Bu juda ham bir achinarli holat. Eng asosiysi mana shu yerda o'sha yoshlarni
tarbiyalayotgan ota-onalar va ularni oila qurishga tayyorlashdagi bee'tiborliklari. Nafaqat bittagina shu moddiy tomondan ularni to'y tomoshasini qilish asosiy ota-onani vazifasi deb o'ylab qolishlik oqibatida ularni keyingi hayotga tayyorlamaganliklari, to'g'ri yo'naltirmaganliklari, balki aksincha ularni keyingi hayotlarida o'zlari aralashib ajratib yuborayotganlari mana shu ajrimlarni ko'payishligiga sabab bo'lyapti. Shuning uchun biz mana shunday ulug' ayyomlarda, muborak Ramazon oylarida ta'kidlagan bo'lardik, aytgan bo'lardikki, mana shunaqa balki nimadir bularni qaytib tiklanishiga to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Oilalar hozir birga yashamayapti-da, qaysidir ma'noda nimadir yetishmayapti, kimdir o'rtaga tushmayapti, yo nimadir kelishtirish bo'lmayapti. Shuni Ramazon oyida bir kelishtirishsa, yarashtirishsa, oilalarni biriktirishsa yoki bo'lmasam shunaqa kelishmovchilik, nizoga kelib turayotganlar shu Ramazonning hurmatidan yana bir karra o'ylab ko'rishsaki, bu oila Alloh taoloning amri bilan joriy bo'ladigan, bu insonning taqdiroti bilan bog'liq narsa. Biz bu taqdirotimizda Alloh nimani yozgan bo'lsa, shuni ko'rishga biz buyurilganmiz degan bir e'tiqodini bir mustahkamlab yana bir karra ko'rsaki, balki bu nizomiz juda ham bizni ajralib kelishimizga arziydigan emasdir degan bir fikrlarni o'ylab ko'rishsa, bir-biridan o'tgan bo'lsa, kechirishsa, chunki kechirishlikka eng yaqin bo'lgan bir-birini og'irini hali ko'tarib ketishi mumkin bo'lganlar er-xotinlarda. To'g'rimi? Bir-birinikini doim ko'taradi, bir-birini kechiradi. Ayniqsa payg'ambar alayhisalom hadislari borki, o'sha yaqin o'zingizga kerak bo'lsa, qo'l ostingizdagi odam agar xato qilsa, kamchilik bo'lsa, necha marta kechirish kerak deganda payg'ambar alayhisalom kunda 70 marta xato qilsa ham kechirishing kerak deganlardi. Mana shu narsalarni hali bir xayoliga keltirib, ko'ngilga keltiribki, o'rtadagi o'tgan kamchiliklardan ko'z yumaylik deb yarashib qolsalar nur ustiga nur bo'lardi deb men shu aytmoqchi bo'lardim o'sha Ramazonda. O'zi umuman olganda mana shu Ramazon oyi arafasida insonlar bir-biridan kechirim so'rashadi. Endi masalan ko'ramiz. Endi Ramazonning ichida ham, hozir siz aytib o'tganingizdek, kimdir bir sababchi bo'lsa yoki ikki tomondan biri bir birinchi bo'lib qadam tashlasa, shu Ramazonning ichidagi rahmatlardan, bir barokatlardan, savoblardan bahramand bo'lib qoladi. Umuman olganda yurtimizda oilani qadrlash borasida ham katta ishlar amalga oshirilyapti. Mana xabaringiz bor, oila institutini shakllantirish bo'yicha ijobiy ishlar qilinyapti. Doimiy ravishda yosh oilalar mana qo'llab-quvvatlab kelinadi. Ya'ni ularni uy-joy bilan ta'minlash, bir moliyaviy mablag'lar bilan ta'minlash, o'z bir biznesini va o'zini bir kichkina bo'lsa ham bir iqtisodiga ega bo'lish uchun davlat tomonidan bir qator yengilliklar beriladi. Bu ham o'sha o'zimizning qadriyatlarimiz, dinimizga xos bo'lgan bir an'anani davomi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Endi ko'rsatuvimizni bir an'anasiga o'tsak, ya'ni savol-javoblarga agar ruxsat bersangiz. Xo'p. Assalomu alaykum domla. Savolim bor edi. Ro'zador odamning oldida taomlanish, ya'ni ovqatlanish mumkinmi yo gunoh bo'ladimi debdilar. Endi ro'zador odamning oldida taomlanish deganda ko'proq nafl ro'za tutgan paytlar bo'lsa kerak-da. Mayli, balki Ramazon ro'zasi ham bo'lishi mumkin. Kimdir bemordir, kimdir musofirdir, unga ijozat berilgan ro'za tutmaslikka. Bu yerda u tomondan ro'zani haligi taom yeyotgan odam aslida o'sha ro'zadorning oldida yeyishlikni o'zi uchun bir noqulay deb bilish kerak. Lekin agar shunday bo'lgan taqdirda ro'za tutgan odamga savob ko'p bo'ladi degan mazmunda hadis borda. Agar ro'zadorning oldida taom yeyilsa, bu shuni ko'rib turib, garchi uni ham endi ishtahasi kelishi mumkin, lekin Alloh uchun ro'za tutgan, yemay turganligi uchun bunga 2 karra savob bo'ladi degan hadis ham borda. Sabri uchun, sabri uchun. Misol uchun bu yerda faqatgina behurmatlik, boshqa degan masala emas. Agar unga ruxsat berilgan bo'lsa, ijozat berilgan bo'lsa, ro'zador buni bilib, ko'rib, tanib, bilib turgan bo'lsa, uni zarari yo'q. Lekin umuman bir-bir bilan tanishmagan, ko'rishmagan, tasodifan bir joyda bo'lib qoldi, bunisi ro'zadorning hurmatini qilmay, balki o'zini ro'zador emasligini qandaydir bir namoyishkorona qilayotgan bo'lsa, bu behurmatlik, beodoblik. Ya'ni aytmoqchimanki, bu yerda har xil holat, o'sha
ro'zadorning oldida taom yeyotgan odamni ham holati ma'lum bo'lsa, bu ro'za tutayotgan odam ham bunga nisbatan o'sha hech qanday boshqa yomon fikrda bo'lmasa, ro'zadorga savob. Ro'za tutayotgan odam agar uzrlik odam bo'ladigan bo'lsa, unga ham gunoh yo'q. Lekin bu yerda o'sha ibodatga nisbatan behurmatlik bo'lmaslik kerak. Faqat u ibodatni qilayotgan odamga emas, ibodatga nisbatan behurmatlik bo'lmaslik kerak, hurmatni saqlash kerak. Assalomu alaykum domla. Ilmiy ziyoda bo'lsin. Mani bitta uyimda ijarachilar turadi. Men u uydan zakot beramanmi yoki olgan daromadimdan zakot beramanmi, deyaptilar Sardor Abdullayev. Tushunarli. Endi o'sha ijara qo'ygan uylari o'zi nima maqsadda u uy olingan? Agar shu ijara qo'yib men tijorat qilaman, shu yerdan daromad qilaman degan bo'lsalar, undan zakot bermaydilar. Uydan zakot bermaydilar, balki kelayotgan ijara qiymati, haqqi nisobga yetsa yoki bu yoqdagi mollariga qo'shib nisobga yetgan bo'lsa zakotini beradilar. Lekin u uyni kelajakda sotaman deb olib qo'yganlar-u, vaqtinchalik ijarachini qo'yib foydalanayotgan bo'lsalar, unda uydan ham zakot beradilar. Tushunarli bo'ldimi? Agar shu mol o'zlari uchun kerak, kelajakda shu yerda yashayman yoki foydalanaman deb olgan bo'lsalar, yoki bo'lmasam shuni men tijorat manbaiga aylantirib ijara qo'yish uchun olgan deb qilsalar, unda u uydan zakot bermaydilar. Lekin qachonlarda sotaman deb olgan bo'lsalar, u vaqtinchalik sotgunlaricha ijarachi qo'yib undan daromad topayotgan bo'lsalar, ijara pulidan ham, keyin o'sha uyning o'zidan ham qiymatdan zakot beradilar. Tushunarli. Nur Muhammaddan kelgan savol ekan domla. Assalomu alaykum. Dinimizda ko'z tegishi bormi? Haqiqatmi? Bor, payg'ambar alayhisolatu vassalom ko'z haqdir deganlar. Al-aynu haqqun. Ko'z tegishi haq. Hatto boshqa bir hadisda o'sha ko'z tegsa tirik odamni qabrga tiqishi mumkin, tuyani qozonga tiqishi mumkin deganlarda. Endi bu Alloh taolo shunaqa bir tabiat bilan ba'zi bir insonlarni yaratgan bo'ladi. O'sha bir narsaga bir ajablanib qaraganda shuni nazari uradi shunga. Shu nazari tegishligi oqibatda haligi narsaga bir zarar yetadi. Agar u moddiy bir jism bo'lsa, unga bir shikast yetishi mumkin. Hattoki u inson yoki boshqa bir jonzot bo'lsa, unga bir zarar yetishi mumkin. Buni payg'ambar alayhisalom hadislarida bor ekanligini aytganlar. Buni biz hayotimizda ham ko'rganlarimiz bor, o'qiganlarimiz bor. Demak, shu bir odamni ko'zi tegishi bilan kimdir bir jarohat oldi, kimdir hattoki nobud bo'ldi. Bu haqiqat bor narsa. Endi dinimiz bunga yarasha muolajasini ham buyurgan. Bolta Niyozovadan kelgan savol ekan. Assalomu alaykum domla. Savolim, ayollarda ro'zador paytda kunning ikkinchi yarmida hayzi kelib qolsa, shu kunning ro'zasi qabul bo'ladimi yoki buzilgan hisoblanadimi? Javobchi. Agar kunning yarmida kunduz kuni hayz kelib qoladigan bo'lsa, bu kuni ro'zasini qazo tutib beradi. Demak, bu ayol o'sha kuni og'zini ochib yuborishi kerak. Yo, men endi niyat qilib qo'ygan edim, kunning oxirigacha endi bugun ro'zaman desa gunohkor bo'ladi. Va bugungi ko'rsatuvimiz uchun so'nggi savol hozir Zayniddindan kelibdi. Assalomu alaykum domla. Savolim bor edi. Tanadan qon oqsa ro'za ochiladimi debdilar. Kesib olish yoki nimadir endi. Tanadan chiqsa, qon chiqadimi, yiring chiqadimi, bu ro'zani ochmaydi. Ochmaydi. Yo'q. Rahmat, Alloh ilmingizga, umringizga ziyodalik ato etsin. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishdan ham xursand bo'lamiz. Va albatta mana shunday mazmunli suhbatlarni yana kutib qolamiz. Azizlar, bugun ko'rsatuvimiz mehmoni O'zbekiston Musulmonlar idorasi raisining birinchi o'rinbosari Xo'majon domla Eshmatbekov bo'ldilar. U kishiga sizni nomingizdan ham rahmat deymiz. Fursatdan foydalanib eslatib o'tmoqchimiz, Muborak oy bot Telegram kanalimiz orqali o'z savollaringizni bizga yuborishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa albatta ko'rsatuvlarning birida ularga javob axtaramiz. Ertaga yana mana shu UzReport TV telekanalining shu vaqtida siz bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Alloh qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimizni dargohida husni qabul aylasin. Salomat bo'ling.
ishlar bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda UzReport TV taqdim etadi. Ezgulik, yaxshilik, xayr, saxovat va ibodat oyi Ramazon. Bu oy barcha musulmonlar uchun ma'naviy poklanish va asrlar davomida shakllangan qadriyatlarimizga intilish oyidir. Xush kelding, oylarning sultoni. Ramazonning duolar mustajob bo'ladigan saharlik va iftorlik onlarida muborak oy suhbatlari ko'rsatuvi. Har kuni jonli efirda ma'rifiy suhbatlar va ilmiy savol-javoblardan bahra oling.